O'tgan mavsum Real Madrid uchun og'ir o'tdi. Jamoa barcha El Clasico'larda mag'lub bo'ldi. UEFA Superkubogidan boshqa hech qanday sovrin yutmagan holda mavsumni yakunladi. Shundan keyin rahbariyat Carlo Ancelotti bilan xayrlashib, klub afsonasi va sobiq Bayer bosh murabbiy Xabi Alonsoni olib keldi. Xabi kelganidan so'ng jamoada turli xil muammolarga duch keldi. Shulardan bittasi bu Vinicius Junior edi. U murabbiyga ochiqdan-ochiq e'tirozlarni bildirdi. Keyin ishxonasida esa katta yoshdagi liderlarning kamayib ketgani ham ichki muhitga ta'sir qildi. Bu haqida Karim Benzema ham yaqinda bergan intervyusida aytib o'tdi. Alonso shogirdlari katta o'yinlarning deyarli barchasida mag'lub bo'lishdi. Manchester City, Liverpool, Atletico Madrid va PSG. Faqatgina Barselona mag'lub qilindi. So'nggi o'yinlardagi natijalar ham unchalik yaxshi emas. Real so'nggi 8 ta uchrashuvning 2 tasida g'alaba qozongan, 3 ta durang va 3 ta mag'lubiyat. Xabi Alonso borasida Manchester Cityga qarshi o'yindan keyin chiqqan xabarlarga qaramay, rahbariyatning unga bo'lgan ishonchi tugab olayotganga o'xshamoqda. Sky Sports Florian Plettenberg va Patrik Berger kabi insayderlarga tayanib bir maqola chop etdi. Unda yozilishicha, klub murabbiyga so'nggi imkonni bermoqchi. Ya'ni Alavesga qarshi bo'ladigan uchrashuv Alonsoning taqdirini hal qiladi. To'g'ri, bu La Liganing oddiy o'yini dersiz, lekin tarkibda yetarlicha yo'qotishlar bor. Misol uchun, ayni paytda Alaba, Carvajal, Militao, Mendy, Arnold va Kamavinganing jarohati bor. Shuningdek, Garcia va Carreraslar ham qizil kartochka sabab jamoasiga bu o'yinda yordam bera olishmaydi. Qo'shimchasiga Mbappe bu o'yinni ham o'tkazib yuborish mumkinligini aytishmoqda. Yangi murabbiylikka nomzodlar orasida birinchi o'rinda turgan inson bu Zinedine Zidane. Klub bilan ketma-ket 3 yil Chempionlar Ligasini yutgan fransiyalik mutaxassis anchadan beri ishsiz yuribdi. U 2026-yildan keyin Fransiya terma jamoasini qabul qilib olishi kutilmoqda. Shu sababli ham Zidanening Realdan keladigan taklifni qabul qilish-qilmasligi so'roq ostida turibdi. Real Alavesni yuta olmasa va Xabi iste'foga chiqarilsa, uning o'rniga kelishi mumkin bo'lgan mutaxassislar orasida Jurgen Klopp nomi ham bor. Bu xabar ko'plab Madrid muxlislariga yoqishi mumkin. So'nggi bor Liverpoolni boshqargan germaniyalik mutaxassis uchun bu chaqiruv ham qiziq bo'lishi kerak. U 1,5 yildan beri hech qaysi klubda murabbiylik qilayotgani yo'q. Hozirda klub Red Bull loyihasida ishlamoqda. Variantlar orasida 3-o'rinda turgan shaxs bu Alvaro Arbeoladir. 42 yoshli murabbiy hozir Real Kastiliyani boshqarmoqda. Rahbariyat yuqoridagi ikki mutaxassis bilan kelisha olmasa, Arbeola Realga bosh murabbiy etib tayinlanishi mumkin. Nima deb o'ylaysiz? Xabi Alonso ketib o'rniga Zinedine Zidane, Jurgen Klopp yoki Alvaro Arbeola jamoaning yangi bosh murabbiy bo'lishi bu qanchalik Realga yordam beradi? Fikrlaringizni izohlarda yozib keting. Yangi Tigo 7 Pro Cherry avtomobillari ichida eng ko'p sotilgan modeli. Rasmiy dilerlik markazlarida bepul haydab ko'ring.